Iyun oyida tug'ilganlar. Ular dunyodagi eng yaxshi aktyorlar. Ularning tabassumi ortida ko'pincha chuqur xayollar yashiringan bo'ladi. Ular odamlarni tinchlantirishni biladi, ammo o'ziga tasalli topish juda qiyin. Ular o'zlarini yetarli baholamaydilar, lekin dunyodagi eng kuchlilardan biri. Aslida ko'plab iyun insonlari o'z salohiyatining faqatgina 30-40%nigina ishlatadi. Agar ular o'zlarini to'liq qabul qilsa va haqliman deb ayta olsa, ular millionlarni ilhomlantira oladigan shaxslarga aylanishadi. Ularga oxirgi daqiqalarda genialniy fikrlar keladi. Hech kim ishonmagan, hech kim kutmagan vaqtda ular shunday fikr aytadilarki, hammani hayratga soladi. Ular to'satdan yonadigan lampochka, tezkor va kreativ. Ularning orzulari boshqalarnikidan ko'ra tezroq amalga oshadi, agar jiddiy aytilsa. Agar iyun insoni o'z orzusini chin ko'ngildan hissiyot bilan aytsa, u orzu boshqalarnikidan ko'ra tezroq amalga oshadi. Sababi ularda orzuni ezoterik holatda efirga uzatish qobiliyati bor. Ular bilan inson zerikmaydi. Iyun insonlarida yumor hissi kuchli va hazilkash. Ular doim qandaydir yangilik istashadi, sarguzashtlar, priключениyalarni yaxshi ko'rishadi va hayotdan zavq olishni bilishadi. Tili o'tkir va juda ta'sirli. Bir qarashda jim yoki yumshoq gapirsa ham, bir jumla aytadiki, insonni ruhiga tegadi. Bir so'zi bilan shifo yoki jarohat berish ham mumkin. Sayr va sayohatni yaxshi ko'rishadi. Iyunda tug'ilganlar uchun harakat va erkinlik juda muhim. Ular turli joylarni ko'rish, yangi insonlar bilan tanishishni xush ko'rishadi. Agar bir joyda uzoq vaqt turib qolsa, zerikishlari mumkin. Sevimli insoni uchun yurakdan sodiq. Garchi tashqi tarafdan befarq yoki sovuq ko'rinsa ham, ular muhabbatda juda sodiq va samimiy. Sevgan insoni uchun borini bera oladi. Ammo ularga ishonch va so'z erkinligi juda muhim. Iyun oyida tug'ilgan mashhur insonlar orasida Marilyn Monroe, Johnny Depp, Elon Musk, George Bush va hatto Yuli Sezar ham bor.